ayg'i yunidan mexla tashlab qo'yishganini qarang, yumshoq mo'miqqina ekanda, lekin bori boy ekan, qarang. Birinchi chiqqan Captiva'lardan 2007-yil borib toza koreyskiy bo'ladi bular. 233 ming bor yo'q probeg ekan. Kraskasi ko'p ekan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Orqa bagajda kraskasi bor ekan, bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p. Mashinaning holati lekin bor, yiliga nisbatan yaxshi va idealdan ko'ra pastroq, lekin yaxshidan ko'ra zo'rroq, xudo xolasa. 2.4 motor bo'ladi do'stlar, avtomat korobkada bezluk bo'ladi do'stlar. Xo'p, motorlari bez nomer qilib qo'yilgan ekan. Xolasiz 3.2 motor tiqib oling. Xolasiz 3.6 traves motor tiqib oling. Xolasiz 3 litrli motor tiqingda mazza qilib yursiz bo'ladi. Lekin motor rasxod umuman yo'q ekan, xudo xolasa. 20 diska balonlar taqib qo'yilgan. Mashinamiz cho'tki turibdi, xudo xolasa. Mana salonlarni ham bitta ko'rib chiqamiz. 233 ming probeg. Yiliga va probegiga nisbatan holati yaxshi inshaalloh. Olasiz, tayyor mevoradigan joy ekan. 2-3 oylik generalniy davenisi bor ekan. Xohlasangiz oform qiling, xohlasangiz 2-3 oydan keyin ham qo'yasiz bo'lar ekan. Bitta bagajda kraskasi bor, ishlariga o'tmagan ekan. Xo'p, orqalarini ham keling ko'rib olamiz. Mana orqalari ham chiroyli bo'lib turibdi inshaalloh. 60 bittali propan gaz baloni ham bor ekan. Maza qilib mevoradigan joyi. 3-paketli ekan propanlari ham. Siz uchun arzon birodan arzon narxda shu Captiva'mizni 6100 dollarga qo'yib beramiz. 6100 ga endi Sparkov mevasiz, lekin Captiva. Maza qilib mevoradigan joy. Videoga bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'lib qolamiz. Faqat hadovoylarga ozgina qarab olish kerak bo'ladi. Bosinglar.